Yeah, lazzat. Qizlar pobedalaring o'zgaribdi batomon. Toza qizni topib qolisham o'sha bo'lyapti armon. Qaytamon qarab ketdi o'sha o'zbek madaniyati. Vashtiy qo'mabdi orelada, vashtiy qo'mabdi uyat. Kiyinib chotga ata gap yo'q rasotga modno o'zgacha paxotga qo'lida oxirga versa sotga. Pomotmon kusata yor ko'chalarni kezishga. Bola senga qarasa faqat takov ezishga. Butun madaniyat qizlarning orqasidan boryapti. Qizlarning xo'y oriyapti, ko'ta ketib boryapti. Nima qilish kerak endi o'zingga mahkam bo'lishing uchun? Nomeringni topsa gaplashib ketaverasan nechor. Qiz bola degan noming bor, o'smir yoshiga yetgan, erga tegmagan lekin ergacha hamma tekkan. Tashqaridan qarasa normalni qizga o'xshaysan, surishtirsa dahqiyasini tagi to'shaysan. Telefonda saqlanib jonim bir jonim ikki, dal sevgilim hayotim uyam naxuy bir ikki. Internetda glavniy o'tkirish ekan nega? Odnoklassika topgan spot naxuy malika. Malikaligingni bo'lg'ab kimlar bilan yotasan? Spotimdan chalani ko'rsang o'zingni yo'q sotasan qizligingni arzimagan chaqaga. Sanda qalada xuyo oxir o'sha qolgan baqaga. Sanlarni ko'rib uylangisi kelmaydi bola. Sal bo'lsa ham nomusingni o'yla, naqiy hayvonni. Onangni davomligan topoldingmi gapingni? O'sha qomidan qo'moqda olgani tarafingni. Yer bilan yakson butni qanaqa bo'lib ketishding? Yaxshilab o'ylab qarasa pashti kenishkiga yetishding. Shariatni gapirmayman, foydasi ham yo'q. O'sha gapam ta'sir qilmay qopdi to'rtga xo'ja. Hamma qizlar bir xonasida, hammasi ham mastisa. Bundan tezasi bilan gaplashganing ham bir isla. Qancha repersanlarga faniyatga berib aytdi. Eshitmaganlikka olishning attagi iskanlarim qaytdi. Nima farqi shirin so'z, oriyatingni narxi. Menga daxli bo'lmasa ham alam qiladi axir. Qizlarga ham ishonch qolmoqda, hammaga gapda. Birinchi ketishi bilan ikkinchisi startda. Bamizlar bilaman, ulashimiz kechalar. Qizlarga baho beradi faqat tasiga qarab. O'zinglarga mahkam bo'lsanglar endi o qizlar, bamlarni bamlik degan o'zinglar bo'lasizlar. Yo'slarga nima endi cho'qinish kerakmi? Quruq safsatalar bilan oyna olib beraymi? To'g'ri tan olish kerak. Bola asosan qo'pol. Galiboga o'xshab nejni bo'lmaymiz. Yo'qol, agar muomala hech narsani o'zgartirib bermasachi, seni chiroyli gapirib, keyin tashlab ketsachi, alam qilmaydi axir. Qiz bola bo'lsa ham sen o'yla, muomalasi chiroylidir balki. Qachon qarama bahona tayyor keladi, maska aybing bilinib qolsa keladi bechora maska. WhatsApp, yana ikkita sim karta bilan chap to'pay odam ham kechiradi faqat bir marta. To'g'ri biz rep yozamiz, axir borib turolmaymiz. Qizlarning ahvoliga jim qarab ham turolmaymiz. O'g'il bolamiz axir g'urur degan narsa bor. Katta ketyapti demaydi bu urug'am borda bor. Bir kuni sanlar ona degan nom olasan. Bilmadim bu nomga qanday qilib munosib bo'lasan. Qatga qarasa o'sha qizlar ichgan chekkan. Bularni qo'shib sekundda oxiratidan kechgan. Nima jalab bor qo'y, kelajagingni o'yla. Sandan ham nomusliroq ko'chadagi gadoyla. Mayli zamonaviy bo'l, lekin javoshi bormi? Iltimos bor, hayoga dinni qo'ydi bormi? Sanani ham tutadi, kelajak oilaviy hayot. Bir qatqoq hamaka bu narsalar bo'lsin yo'q. Axir o'zingga yaxshi oxirat bo'lsa obod. Bir narsani unutma, beshafqat hayot. Oydanda go'zal degani nom sanlagan emas ekan. Oriyatingni narxi salik unchalik emas ekan. Hamma yoqda bosib ketdi Yevropskiy laylilar. Millatini bilmagan oriyatsiz deydilar. Eskicha qarash kiyishding, yangicha kiyim kiyshding. Jamiyatda o'z hurmatingga o'zlaring siyishding. Atrofingga qara, hamma narsa gapda. Birinchi ketishi bilan ikkinchisi startda.